Haligini ezaman desam, ash to'sib turibdi ekan. Ideyaga necha? O'zi neobычный-da, Malibu minadigan klientimiz bu klientimiz akalar. Rosa zo'r mehr berib berganlar. Biz ham yana qo'shimcha mehr berdik. Bitta sizlarga obzor qilib beraman. Rullarni ham o'zi neobычный qilib tiktirib berganlar. Patologiya qora. Hamma detallariga e'tibor bergan bu akamiz. Полностью шумоизоляция. Biz tonirovkalarni qilib berganmiz. Oldigacha 100 krugovoy. Endi bo'lsa, laboylariga sonzashni urib berdik. Nomeriga ham bitta e'tibor berib berasiz. 007 seriozniy mashina. Marg'ilonlik akamiz, xo'p. Gerb laboy ustidan ham sonzashni urib berasiz. Sug'urib olyapti ekan dedilar. Yana bitta narsa akalar. Uni qaranglar, qaysi Malibuda ko'rgansizlar. Malibuchilarga tez video jo'natamiz akalar. Bilasizlar, har doimgidek Marg'ilonda Farg'ona skromniy, o'ziga normal odamlar keladi biz ishxonaga. Bitta orqaga ham e'tibor berib berasizlar. 007 dajmani. Arifov Doniyor hamma yo'q yonib turadi. Bitta Malibuchilar video jo'natib qo'yinglar. Malibu haqida fikrlarni yozib ketinglar. Inshaalloh xizmatlar bo'lsa telefon qilasizlar akalar. Inshaalloh endi egalari topshirib olamiz. Mashinani haqiqatan O'zbekiston bo'yicha eng yaxshisi bu Malibu 2 bo'ladi.